Assalomu alaykum. Biz kuzatib turgan barcha do'stlarimizga, YouTube tomoshabinlariga, do'stlar, mana bizning navbatdagi nasoslarimiz ishga tushdi. Hozir xudo xolasa ishlarni yakunlab, mana suvlarni chiqarib oldik, xudo xolasa. Ko'rishlaring mumkin. Hozir mana shu tepada turgan ikkita 150 talik salafan shlenkada tashlangan nasoslari ustunovkasi bo'ldi. Bu o'rtada turgan nasos Centrabijni 30 kilovatli nasos. Bu ilgari oldin qo'yilgan 200 talik qora polietilen truba bilan turibdi, ko'rib turibsizlar. O'sha rossiyskiy yerda betida turadigan Centrabijni nasos. Bu hozir ikkita selofan shlenkada tashlab turgan, bular razmeri 150 talik 7,5 kilovatli glubinli nasoslar ishlab turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Buni har birini tashlayotgan suvini mana baho berishlaring mumkin bo'ladi. Bunisi 30 kilovatli nasos. Bular 7,5 kilovatdan ikkalasi 15 kilovat. Lekin bitta 30 kilovatdan ko'ra ko'proq suv tashlab turibdi. Albatta bu akalarimiz to'kti hisob kitobini qilib bizga murojaat qilishdi. Suvlarni chiroyli qilib chiqarib berdik. Bu oraliq masofa 100 metr, tik balandlikka nasos turgan joydan mana shu eng baland joyi mana shu joygacha 20 metr podyomi bor. Tik balandlik vertikalga 20 metr, oraliq masofa 100 metr o'sha aytganimdek. Hozir bu tomonlarni ham o'zlaring ko'rib guvoh bo'lasizlar. Baliqchilik fermer xo'jaligi uchun ustunovka qilingan bu nasoslar. Mana ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Hozir mana liniyalarimiz bo'ylab boraman. Mana salafan shlanka yotqizilgan joy 50 metrda mana bu tekis joyga yotqizilgan. Mana bu yog'i mana endi ko'rishlaring mumkin. 100 lik polietilen truba. 100 lik polietilen truba bilan chiqib kelgan. Bu tomoni mana bunisi bitta qora polietilen bu yergacha kelgan. U yog'i 150 talik selofan shlanka ikkinchisi mana shu joygacha kelgan. Mana shu ikkalasi mana bu katta 30 kilovatli. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu yerga hozir обратный klapan joylashtirilgan. Mana ikkalasida ham обратный klapanlari bor. Buni qo'yishni sababini ko'pchilik biladi. Suv ichgan vaqtida orqaga tushib ketish uchun bu yoqdan havo olish kerak. Hozir nasos turgan joyga ham tushamiz. Mana bu oraliqlar polni ertaga yozgi kunida polietilen optoda qolib ketmaydimi deganlar uchun bu yerlarda o't o'lanlar o'sib trubalar to'liq salqinda qoladi. Shuning uchun bu yerda ko'milmagan baliqchilik fermer xo'jaligi uchun qo'yilgan nasoslar. Albatta kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, ekranda turgan nomerlarga chiqib, podyom haqida qancha suv kerak, qancha yerga ma'lumotini bersalaring, albatta shunga qarab chiqarib berishga harakat qilamiz. Mana o'sha aytgan nasos 30 kilovatlik 200 talik polietilen bilan chiqarayotgan nasos. Mana bu yoqda buni shitlari mana bu yoqda turibdi. Mana o'sha 30 kilovatli Centrabijni mana bu yoqda 7,5 kilovatli nasoslar chiqarib turgan shit mana shu bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ikkalasini bitta shitga ustunovka qilingan. Mana nasos o'rnagan joyi mana shu joy. Bu yerga masalan suv oladigan joy soyazroq bo'ladigan bo'lsa, biz imkon qadar yerdan surib borilgan mana soyni o'rtasiga qarab chuqur joyiga borilgan. Bu yerda spetsialni qilingan mana bu temirlardan nasoslarga joy qilingan. Mana shunday qilib mana bu yerda ikkala tomonida ishlab turibdi. Suvning kattaligini ko'rib turibsizlar.
mana shunaqa holatda ishlab turibdi do'stlar. Bu joylar juda ham baquvvat qilingan, tepasiga bemalol kelishligi uchun. Albatta, mana shunaqa o'ylanib o'tirgan akalarimiz bo'lsa, fermer akalarimiz, dehqon akalarimiz bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Albatta, qo'ldan kelgancha suvlarini chiqarib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, qancha podiyum bo'lishiga qat'iy nazar, albatta qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib suv olib berishga harakat qilamiz do'stlar. Albatta, bizni kuzatishda davom etasizlar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ma'lumot olishlaring mumkin bo'ladi. Hop, yana nima? Bizning kanalimiz albatta sizga yoqqan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'yasiz. Mana shunaqa yangiliklarni sizlar bilan ulashib boramiz do'stlar.